Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiya ve vaziyetimiz doğrusu toxtalımız. Bugünkü islah 2024 yıl 11. ayının 3. günü. Haftaga yakshanba vatandaş. Bugünkü vaziyetimizden eysak mındaqla bir cümledeyle hazırla. Xi Jinping Donald Trump'a qızılbaşlı hüccet tayyorlab qo'ydi. Butkul yer shari vaziyatida olamshumol o'zgarish yuz berdi. Amerika Tayvan bo'g'isi voqealariga aralashdi. Amerika Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlarining mal eksport qilish bozoriga aylanadi. Köpçükket, Ümit Sadası 11. ayının 3. günü 38 minut ilgiri. Biz bunun 5'ikisini koyup duraylı, günde tekrarlanıvatqa vaziyet dep duraylı. En ahırkı bir cümle bu, sizge bizge yeni de yetip gelgeni buludu vatandaş. Nimi dep durayısınız? Asya devletlerinin, Amerika, Şarkı, Janubiy Asya devletlerinin mal eksport qilish bozoriga aylanadi. Demek Şarkı Janubiy Asya devletleri hazır mal eksport qilishda Amerika bozorunu tanlab aldı. Amerika bozori ulağı içildi. Ondaqda bunun ma'nisi Jungo'nun mal tovarlarına hazır Amerika bozori qisqarab ketdi, tarayıp ketdi. Degan ma'no kelib chiqamda vatandaş. Shundaq bo'lsa, ondaqda Osiyoga qaratgan Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo siyosatida o'zgarish yuz bergan bo'ladi. Bugün sizlerge asaslığı noktalı kaldı sözleydiğiniz vatandaşım. Ukrayna Prezidenti Zelenskiy, Ukrayna armiyası ve Ukrayna'ga karşı durup Rusya'ya yardım verişken Rusya zemine topraklarına kirip gelgen 10 neçmen. Bir hesapta 10 min değildi, bir hesapta 8.800 değildi, bir hesapta atınıgen Yang Hongbin Avustralya'da 100 bin kişilik armiya askeri qo'shin dedi. Biz şu to'g'rida to'xtalamiz. Bugün bir evvel materialdan vatandaş. Xi Jinping hozirmi armiyani kontrol qilyapti. Rossiya va Ukraina urushi o'rlashga boshladi. Mavzuli xabar 10 ayning 31 kuni Jungo'ga nazar to'g'ri betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Şu vaqtda sizlarga yetkazgan xabar edi, lekin orliqda xabarlar jiddiy kelib qolib, men buni qoldirib qo'ygan uchun bugun elib chiqdim sizlarga vatandosh. Baltiq bunu qisqartib oldim juma. Baltiq bo'yidagi davlatlar va Polsha avval zarbaga uchraydi. Fransiya agentligining Amerika urush tadqiqoti organının statistikasiga asoslanib tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. 10 ayning boshlaridan boshlab Rossiya armiyasi Ukrainaning 478 ming kvadrat kilometr zeminiga qarab ilgariladi. Demak, mush yil 10 ayning 1 kunidan deb hisoblayli boshlab mushu bir oy ichida Rossiya Federatsiyasi armiyasi Ukrainaning 438 ming kvadrat kilometrlik zemine qarab ilgariladi. Bu boshqa gap qo'y vatandosh. Bu Rossiya armiyasi 2022 yil 2 oyda Ukrainaga tajovuz qilib kirgan dastlabki yillardan beri Rossiya armiyasining taq oylarda qo'lga keltirgan urush natijasidir. 10 ayning 27 kunigacha Rossiya egallagan Ukraina zeminining ko'lami 8 oy va 9 oydagi 477.459 kvadrat kilometrdan oshib ketdi. 8-9 oy 2 oy ichida egallagan zemini Ukrayna'dan egallagan zemini 477.459 kvadrat kilometrdan oshib ketdi. Oldingi sapda zo'r yo'tkilish yuz berdi. Bo'libmi Ukrainaning sharqiy qismidagi
Vokolopiski etrafıda özgürüş yüz berdi. Xəbər Abdurrahman hesapladı. Bundan keyin 101 diye şundaq boladı ki, Baltık boyudaki devletler ve Polşa fidayla namıda Ukrayna'ya verip Rusya'ya karşı uğraşa katmışıdır. Demek eğer Ukrayna Rusya'nın tecavüzü arkalık muşunçuvala zeminden ayrılgan bolsa, ayrıldı değilse, o çağda bu tehdit Baltık boyudaki 3 devletke, hatta Polşa'ya yetip geldi. Şunun için ondan avval bu devletin fidaileri Ukrayna tarafı ütüp, Ukrayna da Rusya'ya karşı uğraş kılışı gerek. Vaziyet ne? İnç gün bilçerlep baksanız, şunak bilişi mümkün mü vatandaş? Baltık Denizi'nin şarkı Kırgızistan'daki devletler Azaniya, Latviya, Azaniya, Latviya, Litvan, 3 devletle karıştırdı. Bu 3 devletke Polşa'nı koşkanda cemi 4 devlet. Rusya'ya tarihi öçmelligi intayin küçük devletlerdir. Erken eğer, keçirinler vatandaşlar, eğer Ukrayna put terap turalmasa, bu devletler çoğum Rusya'nın zarbesiga uçraydı. Bunun için de Polşa'ya sel qaraşqı bolmaydı. O küçlük, harbiy devlet, harbiy kuralları ilgar ve yeterlik askeri gücü var devlettir. Polşa. Avrupa, Şarkı Avrupa'daki Polşa. Yeterlik gücü var devlettir. Rusya, Polşa'nın düşmeni ihkelliğine koşkan da, müşündak ceryanı yakı, müşündak öçmellik yakı, hazırkı vaziyetke. Polşa, Rusya, Polşa'ya düşmellikten etkanda, Polşalıkla 2. Dünya uğraşıda tartkan azapı kuvvetlen. Bulup şu vakti Rusya taraftan, Stalin taraftan kelgen. Polşa halkını, Polşa armiyası, askerlerini, katirin ormanlık insanlardı bağ vatandaşlarına. Şunun için Polşa halkı intayin öçkilidir Ruslarga, hatta Baltık boyudaki 3 devletin müstemliki kılgallığı için aynı çağda Baltık boyudaki 3 devlet halkı bir vakti bizlerge sözlügellik siyadi poizdi kürüşeyli. Demek 3 devletin mecburi onu o ceza şekilde, onu o cinayet şekilde poiz kaçıla Sibiriya'ya gelip mangan, şu küllerge uçurgan. Baltık boyudaki 3 devlet bugün Asya'da Uygurlar hem şundak poizdi kürüşeyli. Uygurların hem işkiri Xitayga emgekke, mecburi emgekke elip gitivatkan. Tarihteki 40. yıllar, 30. yıllardaki Baltık boyudaki 3 devlet halkı hem şundak poizdi kürüşeyli. Bu şundak külleri kalgantı hazır şu adavet, şu öçmellik bilen bugün Rusya Ukrayna'ya tecavüz kıldı. Eğer Ukrayna'da yaxşı yaman günü bop kalsa, o vaxtıda bu iş ahire Baltık boyudaki 3 devletke Polşa'ya zərb beriş, Rusya zərb beriş mümkünlüğü var. Şunun da avval biz Baltık boyudaki 3 devlet ve Polşa halklarının işleden yetişip çıkan fidailanı Ukrayna'ya evetiş mümkünlüğü hazır bunu abdur kıyas şekli diye zıvatıda. Evetmedi, lakin kıyas şekli de kıyaslıvatıda oturdu vatandaş. Endikileyle Ukrayna prezidenti Zelenski G'arbdagi ittifoqlash devletlerinin Rusya'nın ichki qismidagi Çavuşan armiyasiga Ukrayna askarlarining hujum qilishiga, zarba berishiga ruxsat qilishni murojaat qildi. Mavzuli xabar 11 ayning 3 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Washington. Ukrayna prezidenti Zelenskiy shanba kuni 11 ayning 2 kuni G'arbdagi ittifoqdoshlarga haydakchilik qilib,
10 mingdan ortiq Çavuşan armiyasi Ukrainaga tajovuz qilishga tayyorlanayotgan bir paytda Ukraina armiyasining g'arb ta'minlagan harbiy qurol-yarog'lar bilan Rossiyaning ichki territoriyasiga kelib to'xtagan Çavuşan armiyasiga hujum qilishga ruxsat qilishni talab qildi. O'ylab ko'ringiz, Zelenskiy shundoq dedi. Bu xabarni shanba kuni shundoq dedi. Amerika ovozining Xitoy tili programmasi shundoq e'lon qildi. Agar bu gapning o'zi nima desangiz, bir chaqmoq. Yevropada chaqilgan chaqmoq Osiyoga kelib o't yoqdi, o't tushdi desangiz bo'laveradi da vatandosh. Agar Ukraina prezidenti Zelenskiy aytgandek, G'arb dunyosi Zelenskiy armiyasi Ukraina armiyasining hozir Rossiya zeminiga kelib to'xtagan Rossiyaga yordam berishga yetib kelgan Çavuşan armiyasiga hujum qilishiga yo'l qo'ydigan bo'lsa, u chog'da Yevropadagi Ukraina, Osiyodagi Sharqiy Shimoliy Osiyoga Çavuşanga hujum qilgan yoki qaytarma hujum qilgan bo'l. Chunki bu Çavuşan armiyasini Ukraina prezidenti Zelenskiy chaqirib kelgani yo'q-ku. Bunu Zelenskiy chaqirib kelmadi-ki vatandaş. Avval o'zi Osiyo davlati Çavuşan Ukrainaga kirdi degan gap, yoki Rossiya zeminiga kirdi. Uningdan 8800 odam hozir Amerika Qo'shma Shtatlar davlat shtabi Antony Blinkenning og'zida statistikalik materiallar asosida so'zlagan fikri bo'yicha 8800 nafar Çavuşan askari Kursk, Rossiyaning Kursk shahar atrofi o'rinlashtirildi dedi. Shundan aytganda hozir Kursk shahri Ukraina armiyasi bilan Rossiya armiyasi o'rtasida jiddiy talash-tartish qilayotgan, elishayotgan shahar. Demak, urush maydoniga Çavuşan armiyasi yetib keldi degan gap. Rasmiy urush kirganligi to'g'risida bir xabar yo'q. Biroq hozir nima dedi? Prezident Zelenskiy ruxsat qilinglar g'arb dunyosi, men shu yerga yetib kelgan Çavuşan armiyasiga avval hujum qilishim kerak. Men uning hujum qilishini kutib o'ltirmayman deb o'tdi Zelenskiy vatandosh. Ruxsat qilishini talab qildi. Bizga shunda fursat Çavuşan armiyasiga hujum qilish huquqini bermayla qolmasdan, hozir g'arb dunyosi, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari qarab turibdi. Buyuk Britaniya, Angliya qarab turibdi. Germaniya qarab turibdi. Hamma odam, hatto Çavuşan armiyasining Ukrainaga tajovuz qilib kirishini kutib turibdi deb ko'rsatdi prezident Zelenskiy. Demak, Amerika qarab turibdi, Angliya qarab turibdi, Germaniya qarab turibdi, Ukraina, Rossiya urushidagi hal qilg'ich davlatlar. Ya'ni Ukrainaga yordam beradigan hal qilg'ich g'arb davlatlaridan 3 davlat Germaniya, Angliya, Amerika qarab turibdi. Nimaga qarab turibdi? Masalan, Çavuşan armiyasi Ukrainaga tajovuz qiladi yo'q. Yoki Rossiya zeminida turib, Rossiyaning tartibini saqlaydigan armiyami yoki urush qatnashadigan? Balki shundaqdir. Shu vajdan hozir bu 3 buyuk g'arb davlati hozir Çavuşan armiyasining Ukrainaga hujum qilishi degan shundaq ishda qarab turibdi. Buni prezident Zelenskiy, Ukraina prezidenti Zelenskiy o'zi aytibdi vatandoshim. Endilikdagi yana bir xabarimiz nima desangiz, endilikdagi xabarimiz endilikdagi xabarimiz kechiringlar. Çavuşan'da 10 bin kişilik askeri qo'shin avatib Çavuşan Rossiyaga yordam berganda prezident Zelenskiy ittifoqlash davlatlarining qo'lini qo'yishtirib, qarab turmasligini murojaat qildi. Bu xabar 11 ayning 2 kuni Amerika ovozi Xitoy til programmasi e'lon qilindi. 2 parcha xabar, 2 parcha. Çavuşan yaqinda Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilganligini oshkorladi. Oshkori qo'lladi. Çavuşan Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishni oshkori qo'lladi. Hatto 10 bin kishilik harbiy qo'shin avatib urushga aralashmoqchi bo'ldi. Chunki bugungacha hujum qilmagan ekan Çavuşan armiyasi.
Hozir Rossiyaga evetib, urushga aralashmoqchi bo'ldi deb elish kerak, shundaymi? Buning uchun Ukraina prezidenti Zelenskiy juma kuni avvalgisi shanba kuni, juma kuni so'zlagansiz 11-oyning 1-kuni ittifoqdoshlarga oshkora suhbat bayon qilib, qo'l qo'yishtirib qarab turg'ili bo'lmaydi. Darhol harakat qilib, Chavshanning urushga qatnashi to'sish kerak. Hamda Ukraina bilan Chavshan o'rtasida urush bo'lishidan oldin olish kerak deb ko'rsatdi. Bu yerdagi bir jumlaga diqqat qilasiz. Endi bosh dedik-ku. Avval Chavshan, Sharqiy Shimol Osiyoga Chavshan Rossiyaga yordam berib, Ukraina qarishtirishga yetib keldi. Rossiya ziminiga. Endi mayadagi jumla g'arb dunyosi oldin olish kerak. Ukraina bilan Chavshan o'rtasida urush bo'lishidan oldin olish kerak. Zelenskiyning og'zidan chiqqan gap. Demak, Iroqdagi Yevropadagi Ukraina davlati bilan Chavshan Sharqiy Shimol Osiyoga Chavshan o'rtasida urush bo'lishi mumkin emas. Zelenskiy eg'iz qapti vatandosh. Chavshanning tashqi ishlar ministri Jo Sanxoy. Bu xabar yangi xabar endi. Nimaga yangi xabar desangiz, juma kuni Moskvada Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan ko'rishganda Rossiya g'alaba qilgucha, hatto Ukraina urushi g'alaba qilgucha, yoki mundaq aytganda Rossiya Ukrainani tamom besib olgucha, zabt qilgucha bo'lgan orliqda Chavshan biz Ukrainadagi urushni, ya'ni Rossiyaning urushini qo'llaymiz deb ifoda bildirdi. Endi bu xalqaro jamiyatga oshkora chiqdiki, bu endi bayonot shaklidagi siyosat yoki tashqi ishlar ministerining Chavshanning og'zidan chiqayotgan siyosat. Biz Rossiyani qo'llaymiz toki Ukraina urushida g'alaba qilguncha. Endi nim bo'lib ketdi vatandosh. Zelenskiy yuqorqadek so'zildi. Hozir Chavshanning tashqi ishlar ministri Jo Sanxoy Moskva yoki Rossiya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Lavrov shunday so'zladi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken haftaning 4-kuni ochiq ifoda bildirib mundaq ko'rsatdi. Navbatda kam deganda 10 ming nafar Chavshan askari Rossiyaga berildi. Ularning 8 ming atrofidagi askariy qismlari Korsk oblastiga o'rnashtirildi. Korsk shahar atrofiga o'rnashtirildi. Ularning urush qatnashganligi aniq bo'lmasimi? Chavshan armiyasi Rossiyaga hamdam bo'lib, Ukrainaga tajovuz qilganligi, urush qilganligi aniq bo'lmasmi, lekin Korsk rayoniga kelib bo'ldi deydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Balki bir necha kun ichida urush kirishi mumkin. Ehtimollik hozir davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning og'ziga ehtimollik Chavshan armiyasi bir necha kun ichida urushga kirishi mumkin dedi. Ukraina armiyasi Korskni 8-oyda egallab bo'lgan edi. Ya'ni bu yerda qattiq jang bo'ldi Rossiya bilan. Shu jangda Ukraina armiyasi Korsk shahrini 8-oyda egallab bo'lgan edi vatandosh. Endi yana bir xabar shundoq yetib keldiki, vatandoshim. Bu xabar nima desangiz, bu xabar ham Amerika ovozida berildi. Bu qiziq bir hikoya, bir cho'chakdek bir tarpim bor. Buni anglab qo'ying vatandosh. Qandoq desangiz, mundaq Tayvan mavzuya, Tayvan balki Amerika Qo'shma Shtatlari Tayvanni tashlab o'tishi mumkin. Prezident nomzodi Donald Trump saylam arifasida Tayvan to'g'risida qattiq so'zlaganda, Jungo Tayvan o'rtasida eg'iz urushi boshlandi. Donald Trump bu yerda so'zladi, prezident nomzodi. Endi urush, eg'iz urushi qayerda bo'ldi? Jungo bilan Tayvan o'rtasida bo'ldi. Bu xabar 11-oyning 2-kuni Amerika ovozida Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Taybey. Amerikada prezident saylimi yaqinlab kelayotgan bir paytda Cumhuriyetçiler Partiyasi prezidenti nomzodi Donald Trump Tayvan bo'g'izi mavzusida orqa-orqadan fikr qo'yib berdi. Jumladan Jungo Tayvanga qurol ishlatadigan bo'lsa, Jungodan import qilingan tovar mollarga yuqori darajada boj qo'yamiz dedi.
hem de Tayvan'dan qo'g'dash puli topshirishini talab qildi. Qanday shaklda Amerika Tayvanni qo'g'daydi, bu uni hech emas, aniq emas. Prezident nomzodi Donald Trump agar biz Tayvanni qo'g'dashga to'g'ri kelsa, Amerika Tayvanni qo'g'dasa, Tayvan buning uchun qo'g'dash haqqa, qo'g'dash rasxoti topshirishi kerak dedi. Jungo taraf bu suhbatni sovuq qarshi oldi. Jungo Tayvan ishxonasi, Jungoning bir ishxonasi Amerikaning pechkisi bo'lib kelgan Tayvan hamda Amerikaning tashlab o'tadigan pechkisi bo'lib qoldi dedi. Hazreti Şahmat sizde Amerika Tayvan'da oynab geldi, bir pechka o'rinda oynab geldi dedi. Endilikte Amerika yani şu Tayvan bir pechka o'rnida tashlab o'tadi dedi. Bu Jungo Tayvan ishxonasidan fikr ekan vatandosh. Lekin Jungoning haqiqiy yoshirib ketilmayotgan qo'rqishi, balki haqiqiy qo'rqishi saylamdan keyin o'tirg'i chiqadigan Amerika Jungo munosabatining qandoq bo'lishidan qattiq ansirayotganligidir. Canınızma Tayvan to'g'risi nima desa, endi bu Jungo hukumati shuni desinlar, undan og'zidan chiqqan gap bo'yicha hamma shunda bo'lib ketmaydi. Amerika Tayvanni tashlab o'tadi desa, Amerika Tayvanni tashlab o'tadi deydigan gap chiqmaydi. Bu faqat Jungo kompartiyasining birlik siyosatidan. Bu yerda ikki masala o'tirg'i chiqyapti vatandosh. Masalan, Prezident nomzodi Donald Trump dediki, Tayvanni qo'g'daymiz, Tayvan qo'g'dash xarajati puli topshirish kerak. Mushu jumlaning o'zidan diqqat qiling, Jungoning o'rni nerede qoldi? Donald Trump shundoq dedi. Tayvanni qo'g'daymiz, Tayvanni qo'g'daydiganligimiz uchun Tayvan pul topshirish kerak. Demak, bu jumla ketdi. Jungo siz nerede qaldingiz? Tayvan bilan bo'lgan munosabatingiz demak. Jungo siz deysiz, Tayvan Jungoning bir qismi. Jungo siz deysiz, Tayvanni cho'qim birlik keltiramiz. Xo'sh, shundoq. Hozir prezident nomzod Donald Trump dediki, Tayvanni qo'g'daymiz, qo'g'dash kerak bo'lsa, Tayvan pul topshirish kerak. Bu vaqtda hamda Jungoning 3 shuari, qatori shuari birlikka keltirish, Tayvan Jungoning zimini va akiza deganlarning hammasi shu bir jumla so'z bilan tamam inkar qilindi degan gap vatandosh. Tayvan qo'g'dashini talab qilsa biz qo'g'daymiz, shuning uchun Tayvan pul topshirish kerak. Bu yerda Tayvan bilan Amerikaning Tayvan munosabati o'tirg'i chiqyapti. Jungo degan 3-davlat bu yerda yo'q deganlikdir vatandosh. Siyosat meyna bo'ldi vatandosh. Endi Çavuşandan asker chiqarish Ukrainaga o'ylab ko'raman. Biz 2 kunda bir so'zlayapmiz. Tuniga dedi do'stlarga, Jungo taraf dediki, bayonot Linchan dediki, bu Rossiya bilan Çavuşanning o'tirisiga munosabat biz bilan aloqasi yo'q dedi. Biz bilan aloqasi bor degan so'zni qila olishi, qila olmasligi mumkin. Qila olmaydi hozirgi paytda. Biz bilan aloqasi bor demaymi Tayvanning? Jungoning Çavuşan bilan bo'lgan aloqasi, Moskva bilan bo'lgan aloqasi mavjud deyli. Muşundaq ahvalda yuqorqadak Zelenskiy nima dedi? Diqqat qilinglar, g'arb davlatlari bu urush Ukrainadan olqib chiqib, masalan taxminan tahlil qilganda Ukraina bilan Çavuşan urushidagi Çavuşan o'tirisidagi urush qaylinib ketmasligi kerak. G'arb dunyosi buning oldini olishi lozim. Nima? Mesela Amerika kütüp duruvatıdı, qarab duruvatıdı, Angliya kütüp duruvatıdı, qarab duruvatıdı, Germaniya qarab duruvatıdı. Yani Çavuşandan Ukraina hücum qilishi qarab duruvatıdı. Ola o devletler qarab tursun deydi, Zelenskiy nima deydi, g'arb dunyosi buning oldini olish kerak. Hozir Ukraina urushi ayaqda qilib, Ukraina Çavuşan bilan urushadigan ish o'tirg'i chiqmasin, buning oldini olaylik. Bu belki tinchlik uchun to'langan shuardir, bu belki tinchlik uchun tashlangan qadamdir, bu belki Ukraina urush maydonidagi urushni Osiyoga yo'tkmayli deganlikdir. Yoki Osiyodan hozir buni Yevropa yoki Ukraina yoki boshqasi o'ylamayla hozir Çavuşanning u yerga askar chiqarishi Jungolikning bilishi, bilmasligi hozir o'tirdi. Muhim emas vatandosh. Çünkü ben asker çıkarışı Çavuşan'dan qo'llamadim desiniz, Çavuşan bilan Jungoning munosabati xalqaro jamiyatning oldida turibdi.
Men qo'lladim desingizmi Çavuşan Amerika va Rossiya. Çavuşan Rossiya Jungo uchining munosabati xalqaro jamiyatning oldida turibdi. Agar mubodo Zelenskiy aytgandek oldini alayli degandek Ukraina bilan Çavuşan o'ttirisida urush portlashning yoki urush bo'lishning oldini alayli degandek G'arb dunyosi buning oldini olamdi. Oldini ololmasa shundoq vaziyatda G'arb dunyosi u chaqda Ukraina bilan Çavuşan o'ttirisida urush bo'ldigan bo'lsa, marhamat Jungo'liq apandi. Bu urushqa Çavuşanni qo'llab, sizmi qatnashamsiz ha? Bu vaqtida ikkinchi shuar Kangwu Yuanchao. Kangmei Yuanchao. Bu Çavuşan urushi 50-yildagi endilikda Kangwu, yani Ukraina qarshi turib, Çavuşanga yordam berishlaydigan shuar ne? Sizlarning askaringlar to'lab chiqamdi, boga yalaji. O'ttiq yalujangdan degandek bu Ukrainaga o'tadigan yo'llar nada Jungo armiyasi? Hozir Çavuşan mayli tavakkalchilik qildi deylik. Buningda Yuan Hongbingning aytqini qaraganda bu yerda tuzilgan shartnoma 6-oyning 19-kuni tuzilgan shartnoma Rossiya Çavuşan o'tirisida buningga Jungo tarafi maxfiy qatnashdi deydi. Yuan Hongbing shundaq dedi, o'tiniga sizlarga so'zildi. Endi bu ishlar Jungo tarafining bashirisi oshkor bo'ladigan. Masalan, Sharq Shimoliy Osiyo vaziyati, Ukraina vaziyati xalqaroning kollektiviga o'rtaq dushmaniga aylanishdan iborat shu vaziyat Jungoning beshig'i qistab keldi. Qani Jungolik afandilar. Bu vaziyatni qanday bir taraf qilsizlar? Birinchi vaziyatlar tugul juma vatandosh. Masalan, Ukrainaga bog'liq Yevropa urushi bu degan vaziyatlar tugab, hozir Yevropa va Ukraina, Osiyo birlashib ketdi desangiz bu. Chunki bu yerda hozir Çavuşanning 10 ming kishilik armiyasi Rossiya zimini kirib, Rossiyaga yordam berib, Ukrainaga qarshi turamiz dedi. Chekchigara bo'linib ketdi, chekchigara echilib ketdi. Vaziyat hozir Yevropadan Osiyoga o'tkildi. Endi buning keyingi taraqqiyoti qanday bo'ladi? Vatandoshlar, siz kutib turasiz, biz kutib turamiz.